Koreyada sotilayotgan O'zbekiston anorlarini ichi chirigan chiqayotgan ekan. Kelinglar sizlar bilan birgalikda Yaponiyada sotilayotgan o'zbek anorlarini ichini ko'ramiz. Yeb ko'rib, men sizlarga o'zimni chestni o'zimni aytaman. Bu anorlar Quvadan kelgan ekan. Adashmasam Farg'ona viloyatida joylashgan. Bu oyning oxirigacha 50 tonna anor kelishi kutilyapti. Yaponiyadagilar hammamizga yetadi. Yil oxirigacha esa 700 tonna anor kelar ekan. Tasavvur qilasizlarmi? Qaranglar mana. Chirimagan. Ta'mini ko'ramiz. 2 kilosi 140 ming so'mga to'g'ri kelyapti. Shunda donasi 30 ming so'mdan. Menimcha bitta anor uchun 30 ming so'm Yaponiyada yomon emas. Lekin bundan qimmat qilish ham to'g'ri emas deb o'ylayman, chunki o'zi yaponlarda unaqa anor yeyish odati yo'q. Ko'pchilik yaponlarni uchratganman, umrida anor yeb ko'rishmagan. Bismillah. Yordam emas, shirin anor ekan. Quruq emas, sochnik, faqat ichidagi danalari katta-kattaga o'xshayapti. Ancha katta. Mazali. Men qayta olib yana yegan bo'lardim. Yaponiyada bo'lsanglar, Costco do'konlaridan topishingiz mumkin. Albatta olib yeb ko'ringlar. O'zbekiston ta'mini his qilasizlar.